Ibn Hajar rahimahulloh safar qilib Damashqqa boradilar, safar qilib. 3 oydan ziyod vaqt turadi, 100 kuncha turadi shu joyda. Mana shu asnosida shogirdlari aytadilar, 10 mujallad kitob yozdi dedilar. 10 mujallad. Tasavvur qiling, safardagi odam. Endi bilamiz u paytda safar o'ziga yarasha qiyin, tuyada borishib, yuk taqlarini endi u yoqqa bu yoqqa ko'chirib yuradi masalan, musofir odam. Va shu bilan birga 10 mujallad kitob yozgan ekanlar, 100 mujallad kitob o'qigan ekanlar o'zlari. Ya'ni bir kunda 1 mujallad o'qidi deganda ham 10 mujallad kitobni yozgani qayerdan vaqt topadi? Shu bilan birga safarda yana u yoqqa bu yoqqa ko'chib yuradi, biroq bilan uchrashadi, ishini bitiradi, safarga dam olgani, bir dengizni bo'yiga bormagan, aylanib kelgan. Bir ish bilan borgan, ish bilan borib yana qaytib kelgan. 100 kun. Mana shuni ichida yozib tashyapti. Bu degani vaqtlari tartiblangan. Tartib har bir narsani o'zini vaqtida, joyida bajarib ketishgan. Endi bu birinchidan Allohning tavfiqi, Allohning bergan u kishiga vaqtiga, umriga bergan barakasi va shu bilan birga sabablarni to'g'ri ushlaganlar.